Assalomu alaykum hammaga. Hozircha internet olamida ko'pchilik provokatsiya videolar qilyapti. Odamlarni urushga olib ketib qolyapti, Rossiyaga bormanglar, unaqa bo'lyapti, bunaqa bo'lyapti, deyapti. Men endi общий qilib kartinkani sizlarga aytmoqchiman, qanaqa bo'lyapti. Urushga to'g'ri kelgan odamni ham olayotgani yo'q. Urushga ketaman desangiz, shapa kelib siz urushga olib ketib qolmaydi. Urushga borish ham o'zini tartiblari bor. To'g'ri kelgan odam ham urushga keta olmaydi. Hozir urushga boradiganlarga, ko'ngillilarga 5 million rubl pul berganligi uchun to'g'ri kelgan odam urushga keta olmaydi. Chunki bu yerda katta pul ketyapti, dalchisiga ham. Qayerga borasizlar, nima bo'lasizlar, Xudo biladi. O'shaning uchun tekshiruvlar kuchli, meditsinskiydan o'tasizlar, sizlarni tekshiradi, tagi tugularingni to'g'ri kelgan odam bo'ldi, men urushga ketdim. Mana men popis qo'ydim desa, shapildatib urushga olib ketayotgani yo'q. Uni ham ko'rigi, kutishlari bor. Mobilizatsiya bo'lar ekan, u bu deyapti. Mobilizatsiya bo'lish haqida hali ma'lumot to'chni o'z tasdig'ini topgani yo'q. Men eshitishim bo'yicha oktyabr oyida bo'ladi. U ham faqat Rossiya fuqaroligiga ega fuqarolarga nisbatan bo'ladi. U chet el fuqarolarini mobilizatsiyaga hech kim o'zidan o'zi olib ketib qolmaydi. Chet el fuqarolarida ko'plab qiziqishlar bo'layotgani, u odamlarning o'zini pulga qiziqishi va jinoiy javobgarlikdan qochish uchun bo'layotgan harakatlar urushga borishdi. To'g'ri kelgan odamni ham olmaydi urushga. Mana masalan, shaxsan men 3 marta zaявление qoldirdim. 3 marta, chunki men hamshiralik ishi degan diplomim bor. Men borib u yoqda sanitar, bo'lmasam hamshira bo'lib ishlashim mumkin. Lekin menga 3 marta ham отказ keldi. Men o'zim отказ olganman. Men bilaman jarayon qanaqa bo'lganini, даже gosuslug'adan ham отказ kelgan. Minobоронga yozganman zaявление. Vahima qilayotganlar, internetda yolg'on xabar tarqatayotganlar, siz urushga boraman bunday qo'l ko'tarib chiqsangiz, shipildatib siz urushga hech kim olib ketib qolmaydi. Davlat ham to'g'ri kelgan odamni anaqa qilmaydi, chunki bu yerda baribir mas'uliyat bo'lyapti. Masalan, o'zbek volontyorlar ham ishlayapti. Masalan, o'zbeklar ham o'zini aholisini izlayapti. Urushga ketgan, bedarak yo'qolgan. Posolstvo tomonidan ham shu ishlarga jalb qilayotgan odamlar, yo'qolganlar izlanyapti, nima bo'lyapti, nima qo'yapti. Prezident ham o'sha bu narsaga katta e'tibor qaratib, O'zbekiston Respublikasi prezidenti ham katta e'tibor qaratib, iloji boricha xalq xavfsizligini o'ylayapti. Shuni hisobiga nima deydi, internetda olib chiqayotgan odamlar aeroportdan kelsa sirasi urushga olib ketar ekan, o'qilar ekan, unaqa gaplar yolg'on. Sizlar o'zinglar masalan vaziyatlaringga qarab, ko'pchilik bolachalar, yosh bolachalar Rossiya hududiga kelib narkotik sotib, shunaqa har xil bo'lmog'ir ishlarni qilib, asosan vaziyatdan chiqish uchun urushga ketaman deb qo'l qo'yyapti. Ular o'zini aybi bilan. O'shaning uchun mana bunaqa internetda Rossiyani yomon ko'radiganlar chiqib olib urushga olib ketyapti ekan. Hech kim majbur qilib olib ketayotgani, shuni hisobini olinglar. Hech kim birovni urib davay nahoy urushgasan deb olib ketmaydi. U internetga chiqib meni olib ketishdi, meni majbur qilishdi, u hammasi yolg'on gap. Hamma o'zini masalan terisini qutqarish uchun, o'zini tanasini qutqarish uchun yoki bir qanaqadir vaziyatdan chiqish uchun o'zini o'sha yoqqa uryapti. Kimdir baxt so'zdan beni olib zo'r bo'lib ketyapti, boy bo'lib ketyapti, kimdir baxt so'zdan ani olib amiga kirib ketyapti. O'shaning uchun nima qaror qabul qilishdan oldin ota-ona bilan maslahatlashinglar. Ota-onalaring masalan Rossiya hududida bo'lsalaring ham любой vaziyatda, masalan jinoyat ishi bo'yinlariga ochilgan taqdirda ham tergov boshlanishidan oldin sizga tergovchi zvonok qilish imkoniyating bor. Xohlasang advokatingga, xohlasang yaqinlaringga bir marta telefon qilib, o'zingni holatingni ayt deydi. Sizga imkoniyat hamma joyda beriladi. Mana shu videoni saqlab qoling. Agar yo'q, menga telefon qilishga imkoniyat bermadi desa, men telefon qilasan, men yirtaman ko'tini, qaysi imkoniyat bermagan bo'lsa. Qonunda tasdiqlangan любой ishda jinoyat bo'ladimi, odam o'ldirib qo'yasizmi, nima qilsangiz ham sizga tergov boshlanishidan oldin shans beriladi. O'zingni advokatingga telefon qilish imkoniyating yoki yaqinlaringga telefon qilib o'zingni qayerdaligi aytishing imkoniyating bor deyishadi. Va o'sha vaziyatda siz bemalol ota-onaga telefon qilib shunaqa vaziyat bo'lyapti deb tushuntirib aytib oldida o'tsalaring bo'ladi. Kim qayerda nima qilyapti va boshiga nima kelyapti, o'zi aybdor. Kimdir urib urushga jo'natayotgan yo'q. Urush unday, urush bunday demanglar. Masalan, ko'pchilik vahima qilyapti. Anaqa tushib keldi, bizni hududda bunaqa bo'ldi. Yoqmayotgan bo'lsa ketinglar. Hech kim majbur ushlab turgani yo'q. Naborot o'zi arzon ishchi ko'payib ketganiga, o'zi patentchilarda ahvoli juda og'ir. Naborot qimmat bo'lsa qimmat bo'lyaptiki, nalog
hali skidka qilishgan. O'shaning uchun o'zinglar ehtiyot qilinglar. Shu Islom Karimov aytgandek, o'z uyingni o'zing asra.